Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanasının soda dünyasıga sungan taklif ve tavsiyeleri. 1. Şirketler barliq tedbirlerini qo'llanib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın soda ve kişilik hukuk prinsiplarida bekitgan kişilik hukukni kuchaytirish ve doklad berish qatorliqlarni o'z ichiga olgan har xil faoliyatlar ve soda munosabatlarida kişilik hukukqa hurmat qilish mas'uliyatini ado qilish kerak. 2. Aloqador shirkatlarning mahsuloti ve mulozimatlarining kişilik hukuk paydasız ta'sirlarni keltirib chiqaradigan yoki chiqarmaydiganligini, ya'ni shaxsiyat huquqiga, mashg'ulot erkinligiga va kamsitmaslikka hurmat qilishga bo'lgan ta'sirini o'z ichiga olgan kişilik hukuk xavfini nazorat qilish va baholashga qatnashishni kuchaytirish kerak. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanası xalqaro jamiyatning bu takliflarning ijro bo'lishini, Sharq Turkistondagi kişilik hukukni qo'g'dash va ilgari surishni kuchaytirish ishlarini qo'llashni taklif qiladi. Har qaysi davlatlar xatarga yuzlangan Uyg'ur va boshqa oz sonli musulmonlarni Xitoyga qaytarib berishdan texmo ilgirlagan holda saqlanishi, shundaqla ziyonkashlik uchirg'ichilarga davolash va psixik ijtimoiy yordamni o'z ichiga olgan insonparvarlik yordam berish kerak. Yuqorida ko'rganimizdek Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanası Xitoy hukumatiga va xalqaroga bir qator amaliy taklif tavsiyalarni sungan bo'lib, garchi ular biz umid qilgandan ko'p yiroq bo'lsa-mu, ular bizni mustaqillik epamizmi, ammo agar ularning hammasi amallasa, vatan ichi va sirtidagi xalqimizning ahvolida zo'r o'zgarish paydo qilishi aniq. Ammo nihoyatda afsus, u takliflar Birleşken Devletler Teşkilatı'ning kuchi bilan amalga oshmaydi. Uning sababi Birleşken Devletler Teşkilatı o'ziga a'zo davlatlarning a'zolik puli bilan mashg'ulot olib boradigan va a'zo davlatlarning zimin butunligini qo'g'digan asosda o'zaro ko'riklik rolini o'ynaydigan tashkilot bo'lib, uning qarorlarini ijro qiluvdek mustaqil harbiy va qonuniy kuchi yo'q. Uning kuchi butunlay a'zo davlatlar tomonidan tashkil qilingan bo'lib, o chiqargan qarorlarning ijro bo'lish ahvoli boshqa davlatlarning besimi va shu davlatning moslashishiga bog'liq. Masalan, 2016 yilning oxirida Berminning qurolli qismlari va soqchilari Berminning g'arbiy shimoliga joylashgan rohingaliklarni qattiq qirg'in qilgan bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı tavallikidagi har qaysi organlari, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining amaldorlari, kishilik huquq tashkilotlari, jurnalistlar va hukumatlar Berma armiyasini irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblagan. 2018 yılı 8. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarlık İşxanası Berma harbiy generallarının irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan sudlanish kerakligini e'lon qilgan. 2020 yılı 1. ayning 23 kuni Xalqaro adliya sudi Bermaning rohingaliklarga qartilgan irqiy qirg'inchiligining oldini olish va ilgirki qirg'inchiliklarning isbotini to'plashga buyurgan. Ammo nihoyatda afsus, hozir qadar rohinga xalqi texib Bermaning zulmidan qutulgani, o'z uy makonlariga qaytgani yo'q. Onun bilan selishtirganda biz qarshi kurash qilayotgan davlat Bermadan nechasi cho'ng va kuchli bo'lgan Xitoy davlati bo'lib, u hargizmi Birleşken Devletler Teşkilatı'ning bir qarori bilan o'z xatoligini to'nib, Uyg'urlarga qaratgan siyosatini osonlikcha o'zgartiradigan davlat emas. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanasının dokladida o'tirib qo'yilgan takliflarning amalga oshishi uchun yanada Amerika boshliq g'arb davlatlarining Xitoy hukumatiga qarshi kuchli besimi bo'lishi kerak. O davlatlarning manfaati bilan bizning manfaatimiz o'zaro uyg'un kelishi kerak. O davlatlarning Xitoy hukumatiga besim qilishi oldi bilan shu davlatlarning manfaatiga uyg'un bo'lishi kerak. Bu doklad shu kuchli davlatlarning Xitoyga kuchli besim qilishiga qonuniy asos yaratib bergan bo'lib, buningdan keyin agar hammamiz o'rtaq tirishchilik ko'rsatib, o'zimiz yashayotgan davlatlarni o'z manfaati uchun, o'z qonuniy va vijdoniy burchini ado qilish uchun o'zliksiz da'vat qilsak, oxirida vatandagi vaziyatda belgilik o'zgarish bo'lishi aniq.